أنصار. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أو كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Aziz mücahid birodarlar, Allah subhanahu va taolo butun koinotning egasi u. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa biror bir iloh yo'q. Bunga biz hammamiz guvohlik beramiz. Nayinki George Bush aytgan singari osmonda Alloh, yerda men hukm qilaman degan so'zni qabul qilmaymiz biz. Osmon va yerning egasi bo'lgan yakka yagona Allohga biz iymon keltirdik va mu'min bo'lganimizga kechasi yu kunduzi to vafotimizgacha inshaalloh shukr qilib o'tamiz inshaalloh. Takbir! Alloh! La xoliqa illalloh. Biror bir xoliq yo'q, magaram Allohning o'zi bor. La qodira illalloh. Allohdan boshqa biror bir qodir maxluq yo'q. Agar ularning jimjimador texnologiyasi rivojlangan bo'lsa ham bu biz aqidamiz. Biz o zotga iymon keltirganligimiz uchun bu tog'larda yuribmiz. Biz o zotga iymon keltirganligimiz uchun aziz jonimizni bermoqchimiz o zotga. Allah subhanahu va taolo koinot, yer osmonning xoliqi. Buning uchun İbrahim Halilulloh İsmoil alayhisalomni qurbon qilishlikka tayyor bo'lgan zot. Va biz İbrahim alayhisalomning millatlaridamiz. Va bugun u kishining sunnatlar sababligidan Eid al-Adhoni kutib oldik. Mal'un iblis İbrahim alayhisalom o'z jigar go'shalari farzandlari 11 yoshga kirgan 96 yoshlarda topgan o'g'illarini Robbilarining buyrug'i sababli qurbon qilishlikka tayyor bo'lgan vaqtida İblis keldi-da Hojar onaga aytdi. Ey Hojar, bilasanmi bu otasi İbrahim İsmoilni qayerga olib ketdi? Ha bir hojatlari bor chiqishdi dedi. Yo'q, ey Hojar, sening xabaring yo'q. İbrahim sening jigar go'shang İsmoilni so'ymoqchi dedi. Hojar aytdiki, Mushtipar ona aytdi, biror bir ota farzandini bo'g'ziga pichoq tortmaydi. Yo'q, u Parvardigorning yo'lida uni qurbon qilmoqchi dedi. Hojar ona aytdiki, agar Parvardigor uchun bo'lsa, agar Robbil alamin uchun bo'lsa, loyiq qurbonlik bo'pti meni farzandim dedi. Meni o'g'lim, meni jigar go'sham İsmoil loyiq qurbonlik bo'pti, mening parvoyim yo'q dedi. Men roziman. İblis nomid bo'lmadi. Bordi İsmoilni oldiga. Hey İsmoil, bilasanmi seni otang qayerga olib ketyapti? Ha bir ozgina ishimiz bor, boramiz. Yo'q, seni otang seni so'ymoqchi dedi. Yo'q, biror ota o'zini farzandini bo'g'ziga pichoq tortmaydi. Yo'q, seni Robbil alamin yo'lida, Alloh yo'lida qurbon qilmoqchi dedi.
İsmoil alayhissalom aytdiki, "O Robbil alamin, bu qurbonlikka loyiq bo'lgan zot, men bunga tayyorman." Ha, u zot jonni fido qilishlikka loyiq bo'lgan zot. Chunki u Robbil alamin u. Bu risolat yuki biror bir payg'ambarga, biror bir doiga yuklanmadi, magaram Robbil alamin uni himoyasini o'ziga oldi. Uni rizqini o'zi kafolatiga oldi. Ha, u Robbil alamin. O Amerikani ham Robbisi o. O barcha malaikalarning Robbisi o. O quyosh, oy, yulduz, yer, osmon, hamma mahluqlarning Robbisi o. U la ilaha illalloh. O la ilaha illalloh. Uning uchun hamma payg'ambarlar o'zini fido qilgan. Uning uchun Muhammad alayhisalom o'zini fido qilgan. Uning uchun qiyomat kunigacha rijollar o'zini qurbon qiladi. Chunki u zot bunga loyiq bo'lgan zot. La ilaha illalloh. Va la havla va la quvvata illa billah. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi rabbil alamin. Ey Muhammad alayhisalom va Muhammad alayhisalom ummatlari, ayting, inna salati, mening namozlarim, va nusuki, barcha qurbonliklarim, va hayotim va mamotim hammasi Robbil alamin uchun taslim bo'lgan deb ayting dedi Alloh taolo. Ha, yo'l shu. Sirotol mustaqim mana shu. Boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'llar hammasi shayton yo'li. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwatish-shayton. Hey mu'minlar, Allohning diniga mukammal kiringlar. Mukammal Allohning diniga amal qilinglar. Shaytonning yo'llariga ergashib ketmanglar. Siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Bizlarni o'zing bir lahza ham iblisni ixtiyorga berib qo'ymagin ya Rob. Biz sening azoblaringga toqatimiz yetmaydi, iblisga banda bo'lganligimiz uchun agar azoblaydigan bo'lsang. Ha, siratal mustaqim. Muhammad alayhisalom hayot. Sallallohu alayhi va sallam. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi. Ey mu'minlar, hammamizga tegishli. Man yartadda minkum an dinihi. Agar sizlardan qaysi biringiz dinidan yuz o'girib murtad bo'lib ketadigan bo'lsa, fasawfa ya'tillah biqawm. Shu murtad bo'lgan toifani, shaxsni, jamoatni, millatni, davlatni o'rniga Robbil alamin boshqa bir qavmni olib kelib qo'yadi. U qaysi qavm? Yuhibbuhum. Alloh ularni yaxshi ko'radi. Alloh shu murtad bo'lgan qavmni o'rniga kelgan yangi qavmni yaxshi ko'radi.
va ular ham Robbilarini yaxshi ko'rishadi. Tillari bilan emas, amallari bilan. Faqat amallari bilan emas, shirin jonlarini qurbon qilishga tayyor bo'ladilar. Allohning tilida yaxshi ko'rganlar yer yuzida to'lib yotibdi. Lekin Alloh suygan jamoat, Alloh suygan toifa aziz jonini berishlikka tayyor bo'ladi va shu amali bilan Robbisiga bo'lgan muhabbatini isbotlaydi. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahama'u baynahum. Muhammad alayhisalomning ashablari, Muhammad alayhisalom bilan birga bo'laman deganlarning sifati ashidda'u 'alal kuffar, kuffarlarga, munofiqlarga, mushriklarga shiddat bilan turadi ular. Va ruhama'u baynahum. O'zaro bir-birlariga rahmdil, mehribon. Yujahiduna fi sabilillah. Mana bu sifatlarga ega bo'lishgandan keyin Allohning yo'lida jihad qilishadi. Va la yakhafuna lawmata la'im. Va bu jihad yo'lida malomatchilarning malomatidan hargiz ular qo'rqmaydi. Takbir! Alloh! Ha. Yujahiduna fi sabilillah va la yakhafuna lawmata la'im. Kofirlar, mushriklar, yahudiylar, nasoralar, munofiqlar malomat qiladi, bular malomatdan qo'rqmaydi bular. Inshaalloh. Chunki bular o'zini jonini sotib olganlar. Innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum. Ishtara mozi fe'li o'tgan zamon fe'li. Yashtari emas. Ishtara Alloh mu'minlardan ularni jonlarini va mollarini jannatni evaziga sotib oldi. Sotdingiz. Birodarlarimiz sotib inshaalloh manzilatiga yetib oldi. Biz ham tayyor turibmiz. Shunday qilib mujohidlar dushmanlar bilan uchrashishga o'z tayyorgarligini ko'ryapgan bir vaqtda bu yerdan sal narida yovuz qora kuchlar o'zlarini tayyorgarliklarini amalga oshirayotgan edilar. Biz ham inshaalloh İbrahim aleyhisselam o'z farzandi İsmail aleyhisselamni qurbon qilishga tayyor bo'lgan singarin inshaalloh o'zimiz tayyor qildik. Shu ulug' kunlarda Robbimizga suyumli bo'lgan kunlarda aytamiz: "Ya Rob, inshaalloh biz o'z ahdimizda turamiz." Lekin kafir, mushrik, munofiqlardan aslo kechirim so'ramaymiz. Aslo. Bizni Robbimiz oldida tilimiz qisib. Chunki u bizga bir islomiy hokimiyat berganda uni saqlab qola olmadik. Islomiy imorat ko'zimiz oldida quladi. Islomiy binoni yiqitishlik uchun Amerika boshchiligidagi salibiylar butun kuch-quvvati bilan kelib islomiy imoratni qonlarni evaziga qurilgan islomiy imorat yiqitdi. Biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Qanday u imorat qulaganini. Lekin Robbimizdan undan yaxshirog'ini so'rayotganmiz. Inshaalloh bu islomiy xilofat bo'ladi. Chunki musibatlangan kishilar Robbilaridan yo'qotgan narsalarni yaxshirog'ini so'rashlik bu sunnat bu. Yo'qotgan narsamizni Robbimizdan qaytarib berishni so'raymiz.
Endi bu bizning qo'limiz bilan bo'ladimi? Bunisi muhim emas. Ertaga Robbil alaminga yo'liqqan vaqtida nima qiluvdilaring degan vaqtida, "Yo Rob, sen farz qilgan jihodni qildik, toqatimiz yetgan shu bo'ldi" deymiz. Javobimiz aniq bo'ladi. Inshaalloh. Lekin aytib o'tdik, islomiy imorat o'zini burchini ado qildi. Nima edi burchi? Qo'lidan kelgancha shariat tatbiq qildi. Butun yer yuzidagi mazlum mustazaflarga joy berdi. Ota-onamiz uyiga sig'masdik, lekin islomiy imorat bizga joy berdi. Butun dunyo tahdid qildi. Mujohid Usoma bin Ladenni kofirlarga taslim qilishligini. Amir mo'min nima dedi? Mu'minni mushrikka taslim qilmayman agar hokimiyat qo'limdan ketsa. Ashhadulloh. Allohni shohid qilib aytaman. Amirul Mu'minin o'zini so'ziga sodiq qoldi. Islomiy imorat hammasi qulab ketdi. Lekin musulmonni kofirga taslim qilmadi. U o'zining ahdiga sodiq qoldi. Lekin afsuski ko'pchilik ahdiga sodiq qolmadi. Ko'pchilik o'zining ahdiga sodiq qolmadi. Lekin kofirlar o'ylagandek Muhammad alayhisolatu vasallamning dini tamom bo'lgani yo'q. Muhammad alayhisolatu vasallamning rijol ummatlari bor. Muhammad alayhisolatu vasallamning rijol ummatlari bor. O'limni kofirlar hayotni qanchalar yaxshi ko'rsa shunday yaxshi ko'radilar. Ey Yahud va Nasoro! O'ylama Allohning nurini o'chiramiz deb. Yuriduna liyutfi'u nurallohi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.